Tak, yana mana zakaz bo'ldi batareykaga. Batareyka keldi mana. Tak. Batareykani teramiz 12 volt 45 amper qilib berish kerak. Uni yacheykalarini keyin ko'rsataman ish davomida. Assalomu alaykum akalar. Mana hozir mana bunaqa korpusda terib beraman. 12 volt 45 amper bo'ladi bu. Mana shunaqa bo'ladi holati. Demak, bu yerda BMS buncha katta amperligi kerak emas bularga, zakaz bergan odamga. Shuning uchun mana shunaqa 40 amperligidan qo'yapman. BMS DL BMS juda kачественный hisoblanadi BMSlarning ichida. Demak, bu mana shu yerda mana shunday qilib qo'yib beriladi. Akkumulyator железофосфат yangi. Сопротивлениесini ko'rsataman. Mana qarshiligi. O'z qarshiligini ko'rsataman. Harakat qilaman ko'rsatishga, по крайней мере. Tak, ko'ryapmiz qarshiligini mana. 0,3 milliohm. 0,3 milliohm. Mana ushlab turibman ikki tomondan qisib. Просто mana tak 0,3 million bo'lyapti mana. 0,3 million. Keyin tak qarshiligi bu bitta donasini qarshiligi shunaqa chiqyapti, bitta donasini. Bular o'zi mana bunaqa svarka bo'ladi. Mana bunisi bunday tagidan, oldidan svarka bo'lgandan keyin bu hammasi bir hisoblanadi. Bitta batareyka, butun batareyka deb hisoblanadi. O'zi bilan отдельно 0,3 ko'rsatyapti. Butun bo'lganida keyin yana qarshiligini ko'rsataman. O'zi ishni davom ettiray. Hammasini qo'yib, mana buni qo'yib, keyin yana videoni ko'rsataman. Endi mana svarka bo'ldi bu, tayyor. Mana shunaqa holatga сопротивлениесini tekshiramiz. Endi mana bu svarka bo'lgandan so'ng bitta hisoblanadi mana bu. Отдельно emas. Endi bu batareyka как будто bitta batareyka hisoblanadi hammasi. Mana bu plusini plusga qo'ydim o'zi, сопротивлениеga и minusini minusga. Tak, ko'ramiz necha ko'rsatyapti mana. 0,1 million. 0,1 million. 0,709 вообще million hisoblanadi. Bunisi 0,1 million mana. 0,1 million. Tak, mana shunaqa batareycha terildi. Plusini shunaqa. Agar e'tibor bersak, mana bu yerdan 3 ta chiqarib, mana 3 ta chiqarib, keyin ikkita yana nikel bilan svarkalab qo'yapman. Mana bu yerda o'zi ikkita yana sim nikel lenta, nikelni lenta. 3 ta chiqarib, bu yerdan bitta ikkita nikel lenta qilyapman. Endi mana bu yerdan sim payat bo'ladi. Mana bu yerdan bironta joydan yo'q, bu yerdan qilsam ham bo'lardi, lekin agar mana bu yerdan simni payat qilsam, допустим, mana BMSning simini mana shu yerdan payat qilsam, mana bu simlarga nagruzka tushadi. To есть bu yoqdan bu yoqqa kelgancha mana bu simlar qizishni boshlaydi. Shuning uchun hammasidan chiqardim. Bu to'g'ri hisoblanadi. Gрамотный hisoblanadi. Ish hammasidan keladi. Mana bunday bo'lib, mana bu yerdan sim payat bo'ladi mana. BMS mana shu yerdan payat bo'ladi. O'zi BMSni ulayman. Simlarni hammasini ulayman. Payat qilaman. Tayyor bo'lgandan so'ng yana ko'rsataman. Demak, mana bu payat bo'ldi bu yerda. Minus bular hammasi joyma-joy tushdi. Mana bu yerda agar ko'rsangiz, mana bunaqa joyi bor ekan, sim o'tadigan.
Kakkas mana shu yerdan payat qilib mana bu yerdan o'tyapman. Bunday qilsa agar o'sha hech qayerga ugl stik yo'q. То есть sim hech qayerga mishab bermayapti. Kakkas yaxshi bo'ldi tushgani. Mana shu chiziqlardan o'tyapti bular. O'zini plasmas chiziqdan. То есть mana bu yerga urilsa agar simni uzib bormaydi-da. Joyiga tushgan. Mana tayyor bo'ldi. Demak bu yerdan minus, bu plus. Plus. Mana bu kurs tomon teksturda mana. Tak ko'ramiz 12.889 kurs deyapti. Tayyor ishlayapti. Qo'yaverdim 0 tegapam 12.989. Mana shunaqa bo'ldi, tayyor. Mana shunaqa tayyor narsa bo'ldi. Simchalari kakros udobno mana bu yerga hammasi tushdi. Hech kimga mishab bermayapti. Bu narsa o'zi tagiga stiklo qo'ydim. Tekstolitni stiklo tekstolit deydim. O'sha narsa qo'ydim. Buni bo'lmasini bu yoqqa qo'ydim. Bu yerdan payat bo'ldi. Tabga kirdi. Minus bu yerdan. Demak, BMSni ko'ramiz. Mana bu yerda BMSga yozilyapti with balance. Mana chapacha faqat. Men ko'rsatyapman, chapacha turibdi. Mana with balance. Balansirovочный BMS o'zini balans qiladi. Yecheykalarni har bittasini mana bu simlar balans qiladi. Lekin oxirgi ish nima qoldi? Mana bu yerga mana bunaqa narsa qo'yaman. Kontaktlar shtop yopilsin. Bu mana bunaqa amotочный bunaqa termo kardoncha. Amotkaga termo kardoncha bu tokni ham o'tkazmaydi, temperaturaga ham yaxshi. Bu yerga ham shuni qo'yaman, tagga ham shuni qo'yaman. Mana bunaqa bilan yopib taylasam bo'ladi. Lekin bularningki ishi yomg'irda turar ekan, bu batareyka yomg'ir tagida, sovuqda. Shuning uchun mana bu bilan agar yopsam agar mana bu mag'izdan baribir suv kiradi. Shunday agar kirsa agar mag'izdan baribir suv kiradi. Shuning uchun yaxshisi men o'yladim. Bunga nima qilish kerak? Nadojni bo'lishi uchun tak, mana bunaqa narsa bor. Bunaqa narsa. Men bilan bunaqasiga yurayman, keyin bunaqasiga yurayman, keyin yana bunaqasiga yurayman. Keyin oxirida hamki skotch bilan ham qilib qo'yaman. Skotch o'rab taylayman. Короче, oxirgi ishni keyin ko'rasizlar. Tak, oxirgi kadr video. Bunday qilib yopib tayladik. Hangisi? Shunaqa zashshonni bo'ldi mana. Yerda minus plus, bu yerda qolib ketdi. Mana tepasi ham zashshonni. Mana minus plus. То есть mana shu 3 ta 15 amperdan 3 ta 15 amperdan 3 ta 45 amper. Mana shu yerda 45 amper. 12 volt 45 amper. Qaranglar. Qanchalik maydacha narsa, yengil narsa mana bu. Yengil shunday mana. Mana. Taylayapman qo'limdan. Bittasi o'zi yiqilib ketmasin deyapman. Chunki bitta qo'lda qilyapman, bittasini syomka qilyapman. Mana. Yengilcha. Mana bu mashina akkumulyatori agar desak, mana mashina akkumulyatorining oldida. Mana bunday qanchalik farqi bor. Buni men o'z bir qo'lim bilan ko'tara olmayman mana mashinnikini. Bu yerda
Tak. 58 amper yozilgan deyapti, lekin bu yerda 58 amper asli yo'q. Hayotda bo'lmaydi. Mana bu yerda lekin 45 amper точно bor. Mana bu akkumulyator 34 amper. Mana kattaligini. Buni oldida qo'yaman mana. Mana bu 38 amper, bu 45 amper. Bu yengil mana. Mana buni men ko'tara olmayman bitta qo'l bilan. Shunchalik og'ir. Bu bilinyapti mana. Bu aşağı og'ir 38 amper, qo'rg'oshinlik gel akkumulyator 34 amper 12 volt. Mana bu 12 volt 45 amper mana. Men qanday yengil ko'taryapman buni. То есть foydasi litiy железо fosfatni bu skuterga qo'yasizlarmi, qayerga qo'ymasangiz, birinchi foydasi bu yengilligi. Ikkinchi foydasi sikl zaryadi ko'p. Buniki 1000 zaryad, 1000 sikl. Mana shuniki. Ko'pi bilan 1000 degani. Buniki litiy железо fosfat 4000 sikl yozilgan, lekin 4000 siklga ishonmasak ham bu yerda 3000 yo 2500 sikl hasabi chiqadi. Zaryad 2500 sikl zaryadi chiqadi. Ham yengil, ham sikl yashash davri ko'p. Sikl zaryadi сопротивленияsi kam, tokni juda ham zo'r beradi, ko'p ishlaydi. Ko'p yil ishlaydi. Yonmaydigan narsa. Litiy железо fosfat yonmaydi. Mana bu yerda bizada agar tenglashtirsak agar, mana bunaqa akkumulyator ham bor. Tak, bu hamma biladigan 18650. Mana 3.7 voltlik litiy ion batareyka. Mana buni tenglashtirib ko'ramiz razmerini. Mana bu agar mana shu ko'k bitta bo'lsa agar, mana shu bitta batareyka, mana bu bitta batareyka. Bu 15 amper, bu 2,5 amper deb yozilgan, lekin 2,5 chiqmaydi, 2 deb hisoblayveramiz. 15 amper, 2 amper, 7 mana bundan bitta mana buni joyini oladi. Mana shuncha farq qiladi. 7 tane shundan qo'yish kerak. Mana yerda agar bu bunday krug bo'lsa agar, bu batareyka litiy железо fosfat, mana bu litiy ion. Bu mana bir teshilsa yo urilsa, biron joyga udar yesa, bu yonib ketishi mumkin. Bu yonmaydigan narsa, litiy железо fosfat. То есть 15 amper bitta donasi, bu 2 amper. Bundan 7 ta qo'yish kerak. Mana buni bittasini joyiga. Mana bundan 7 ta qo'yish kerak. Qanchalik plus litiy железо fosfat mana 12 volt tayyor. Tagi 12 volt. Minus qora, plus qizil. Ishlataveradi olib. Endi yomg'ir ham tegsa ham, suv ham tegsa ham bu yerlardan hech qayerdan kirmaydi, chunki tagidan necha qavat mana bundan qilindi. Uraldi. Bunaqasiga ham uraldi. Bunaqasiga ham uraldi. Ustidan yana skoch bo'ldi. Skoch ham bunaqasiga, ham bunaqasiga uraldi. Bu qalin o'zi mana bu yer qalin. Hech teshik topib suv kirmasligi kerak deb o'ylayman. Bu yaxshiroqda o'zi suvdan. Защищать qilish uchun mana bu ko'kdan qo'ygancha. Ko'klar mag'zi mana bunaqa bo'ladi-da mana. Agar yopsa agar mag'zi mana bunaqa ochiq qoladi, mana bu yeri. Mana shu yeri ochiq qoladi, mana bu yerdan suv kiradi. Shuning uchun mana shu oxirgi ish bo'ldi. Oxirgi kadr. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilamiz.